Саламу алейкум, дорогие друзья! Мы сегодня на нашем очередном объекте. Егорjon. Всем ассаламу алейкум. Мы приехали на Alisherobod. Alisherobod ko'chasi. И bugun bizning obzorimizda 18.2 sotuvga chiqyapti. Quruvchilar, diqqat, eshitinglar. 43 ga 42 metr uglovoy formada yerimiz sotuvga chiqyapti. Ko'chalarni ko'rsating, hurmatli operator. Qarang. Katta ko'cha. Katta ko'cha, fasad zaibis, fasad zaibis. Nima qilish kerak? Qurish kerak. Okalar, fasadi zo'r. Narxiga egalari 50 mingdan dotdilar. No, realni keladigan xaridor bilan gaplashadilar. 50 ming. Nima? Sotkasigami? Da, sotkasiga. Zo'r-ku bu. 50 mingdan. Alisherobod, Mirzo Ulug'bek rayon, kanalizatsiya, svet, gaz, voda, suv, hammasi bor. Mana bu yerdan прямо пойдешь на центральную улицу Alisherobода выйдешь. Пойдешь. Да. Только пойдешь? Вот так. Если захотите, можно и вот этот участок купить, тоже сделать предложение. Тут тоже угловой, тут поменьше, где-то 12 соток. Ну, тут 53 хотели. Опять же, kelishtirib beradi men bilan. Bular nima uchun sotyapti? Sabab endi vaqtida mana shu joylar tekin bo'lganda, hozir endi sotib soqqan qilib ketadilar. No, siz ham mana bu yerda zo'r proyekt tushirib olishingiz mumkin. Agar siz подрастающий quruvchi bo'lsangiz, endi pulni tiqaman, pul tikaman, investorim bor desangiz, mana shu joyga olib kelaman, sizni mazza qilasiz. Faqat oxirida investorni kida qilib ketmang.